Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar va butun dunyo ahli, bir ajoyib she'r bor. Rudyard Kiplingni mening Rudyard Kiplingning If degan she'ri, ya'ni ingliz tilida aytilgan she'ri, shuni bir 3 tilda bir aytib bermoqchimiz. Qo'ldan kelgancha baholi qadrat. Bahoni sizlar berasizlar azizlar. Demak, boshladik. Birinchi navbatda birinchi ingliz tilida, keyin rus tilida, undan keyin o'zbek tilida aytamiz. Nasib bo'lsa, inshaalloh qo'ldan kelgancha aytishni boshlaymiz. Boshladik. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can make 1/2 of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor living friends can hurt you, if all men count with you, but no one too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Bu birinchi qismi ingliz tilida edi. Endi bu asarni Mixail Lazinskiy degan inson buni rus tilida bir ajoyib tarjima qilgan. Shuni bir tarjimasiga qarab ko'ramiz. Ketdik. Владей собой среди толпы смятенной, тебе клянущий за смятение всех. Верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди, не уставая. Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись, прощая, великодушный и мудрый других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив, равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтобы уловят глупцов, когда вся жизнь разрушена и снова. Ты должен все воссоздавать с основ. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том, умей принудить сердце, нервы, тело. Тебе служит, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит «иди».
Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и с друзьями. Пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение часов и дней неумолимый бег, тогда весь мир ты примешь как владение, тогда, мой сын, ты будешь человеком. Spasiba. Teper endi o'zbek tiliga bir o'qib ko'ramiz. Endi qo'ldan kelgancha o'zim tarjima qildim. Endi bir qoyillatim deya olmayman, lekin bir baholi qudrat menimcha yomon chiqqani yo'q. Shuni bir o'zbek tiliga endi kulminatsiyasiga kelyapmiz-da endi shunaqani. Xo'sh, agar she'ri men Javohir Abdusalovning tarjimasida qo'ldan kelgancha ketdik. Agar boshingni baland tut, o'zligini yo'qotganlar bilan gunohni sendan ko'rgan fursatlarda. Agar o'zingga ishon, butun erkaklar sendan shubha qilganlarida, biroqki gumonlanganliklarida ham izn ber. Agar sabr ayla, kutishdan xorma, yoinki seni aldaganlarni o'zingga yaqinlashtirma, yoxud nafratlanganlarda izn berma va ammoki juda rasvo ko'rinma, donolik qilma. Agarki orzu qil va unga egalik qil. Agarki o'ylay ol va o'ylaganlaringni maqsad qilma. Agarki zafar va musibatni uchratganingda va bu ikki firibgarlarni bir xilda ushla. Agarki og'zingdan chiqqan haqiqatga o'zing chidab eshita olsang, firibgarlar tomonidan ahmoqlar uchun qarmoq yasab o'raganlarida, yoxud umringni bergan narsalar singan paytda tomosha qilsang va iskirgan asboblar bilan bukchaytir va qayta qur. Agar hamma yutuqlaringni bir g'aram qila olsang va ularni bir uloqtirishda irqitib tavakkal qilib yubor va mag'lub bo'l. Barchasini ibtidodan boshla va aslo so'z qotma yo'qotganlaring xususida. Ular ketganidan so'ng uzoq muddat o'z navbatingizga xizmat qilish uchun va senda hech nima bo'lmaganda sabr qil. Ularga shoshma degan istakdan tashqari. Agar olomon bilan so'zlay olsang va himmatingni saqla, yoki qirollar bilan yur, do'stlik munosabatlaridan ham kechma. Agar na g'anim, na sevgan do'stlaring senga ziyon yetkaza olmasa, agar jami erkaklar sen bilan hisoblashsa-yu birortasi yaqin bo'lmasa, agar kechirilmaydigan daqiqangni to'ldira olsang, 60 lahzaga arzigulik masofaga yugurish bilan seniki yer kurrasi va har narsa unda mavjuddir va ana o'shanda haqiqiy inson, erkak bo'lasan, ey o'g'lon. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Nasib bo'lsa katta maqsadlarda bir tanu bir jonmiz. Eson omonlikda, bag'ri butunlikda ko'rishish nasib eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.